Ucha şəhərdə Qaxar başquruyotqan Şatot şərbeti kooperativinin məhsulları nəhayət yaxşı setildi. İçkiri rayonlarga köp setildi. O, kəsbi maharat təlim-tərbiyə mərkəzində tərbiyəleniş arqalıq dini əsəbilik ideyasının asartıdan qutulub qalmay yana öyrənən texnika maharatiga tayinib öz aldığı egilik tiklab yarqın həyatını başladı. Yaqindan buyon Qaharning kooperativida ishlab chiqarilgan Şatut şərbetining setilishi intayin yaxshi bo'ldi. Bu mahsulotning ta'min sifati yaxshi bo'lg'achqa xaridorlarning yoqtirishiga erishdi. Lyobash direktor, chag'iningizga muborak bo'lsin. Bu yerdagi ahvol qandaqroq? Yaxshi. Sizning chag'iningizga muborak bo'lsin. Bu yerdagi ahvol nihoyat yaxshi. Siz avatgan Şatut şərbeti setilib ozliq qoldi. Hammalarning inkosi nihoyat yaxshi. Chag'indan keyin yana bir turkum mol to'liqilsaq bo'lg'idek. Hozir Qaharning mijozi ochiq yo'riq bo'lib, do'st tutishni yaxshi ko'radi. Tijoratimi bargan sari yaxshilanayotdi. Ilgari u diniy asabilik ideyasining ta'siriga uchrab bekinib olib, xizmatga muroyi barmagan. Turmush usulimi asabiylashib ketgan edi. Men ilgari diniy asabilik ideyasi bilan yuqumlangan vaqtda tish cho'tkisi, tish pastasi qatorliq barliq yuvish chayqash buyumlarini musulmoncha yoki musulmoncha emas deb ayirdim. Uyda xotinimga girim qildirmaydim. Asabilik tusini olgan kiyimlarni kiygizatdim. To'y qilganda xotinim bir parcha to'yliq suratga tushayli desimi, unimiga aydim. U menga va bolamizga yaxshi muomala qilmadi. Girim buyumlarimni elib chiqib tashlab etdi. Meni asabilik tusini olgan kiyimlarni kiyishga majburlab, sirtqa chiqib ishlab pul tepishimga yo'l qo'ymadi. U ayol kishining sirtqa chiqib ishlab topgan puli musulmoncha emas deb qaradi. Erimning boshqacha odamga o'zgarib qolganligini ko'rib nihoyat qo'rqdim. Qahar uydagilarning nasihati bilan kasbiy mahorat ta'lim-tarbiya markaziga berib, davlat o'rtaq til yoziqi, qonun qoida bilimlari va kasbiy mahoratni sistemalik o'rgandi. U diniy asabilik ideyasining razil abdi basharsini aniq tunib yetdi. Diniy asabilik ideyasi yomon sifatli o'sma. Menga izchil ziyonkashlik qildi. Partiya va hukumatning meni qutqizib olganiga, yor levidan qaytirib kelganiga rahmat. Ta'lim-tarbiya markaziga bormagan bo'lsam, oqibatim texmi eg'ir bo'lishi mumkin edi. Hozir Qahar uydagilarga ko'ngil bo'ladi, ayoliga kuyinadi. Chag'an keldi. U uydagilarga nurg'un sovg'at setib oldi. Menga va bolalarga bek ko'ngil bo'ladi. Burun girim qilishimga yo'l qo'ymaydi. Hozir menga girim buyumlarini ip berdi. Sirtqa chiqib ishlashimni qo'llaydi. Bolalarga bekli ko'ngil bo'ladi. Partiya va hukumatning erimning o'zini qaytadan tonishiga fursat yaratib berganligiga rahmat aytaman. O'g'limdagi o'zgarish bek cho'ng, bizga bek kuyinadi. O'g'limning davlat o'rtaq til yoziqi saviyasining xili o'sganligini his qildim. Har kuni hovlida ichkiri rayonlardagi xo'jayinlar bilan savdo to'g'risida paranglashayotganligini anglasam, ichimdan xush bo'laman. Partiya va hukumatga rahmat. Qahar tarbiyalanishni tamomlagandan keyin Şatut şərbeti ishlab chiqarish kooperativi qurdi. U davlat o'rtaq til yoziqini puxta egilib, ichkiri rayonlardagi xaridorlar bilan intayin ravon aloqalasha oladigan bo'lg'achqa tijoratimi bargan sari yaxshilandi. Bu yil u tijorat ko'lamini yanada kengaytib, texnik ko'p kishining kirimini oshirishiga turtki bo'lishni planladi. Bu yil 20 ming mo'llik Şatut bazasi qurishni o'ylayapman. Ko'lamlashgandan keyin xom material masalasi hal bo'ladi. Ondan zavodni davomli kengaytimiz. Atrofimdagi har millat ojiz-sonlarga ittifoqlashib, diniy asabilik ideyasini qat'iy to'sib, bu yomon sifatli o'smini tal to'kis yo'qotishni